Salom do'stlar. Bugun Isroildagi mardikor gastarbayterning bir kuni qanaqa o'tishini ko'ramiz. Qarab bo'lmasa turdik. Soat millari 3:14. Hozir ertalabki nonushta, ya'ni zavtrak omlet tayyorlaymiz. Omlet tayyorlashimiz uchun ikkita tuxum, примерно 70-80 gram овсяное хлопья. O'zbekcha nomini bilmayman. Ozgina tuz solib, bularni hammasini aralashtiramiz. Mana shunaqa holatga kelgunga qadar aralashtiramiz. Keyin skоворodkamizga ozgina yog' solib, buni pishirib olamiz. Temir tovamizni mana ham gazni ustiga qo'yib oldik. O'rtacha olovda omletimizni pishirib olamiz. Omletni mana shunaqa holda hamma yog'iga yoyamiz. Gazning ustiga e'tibor bermaysiz. Kvartiramizda uborka masalasi sal chatoqroq. Xudo xolasa omletimiz tayyor. Endi navbat kechki ovqat tayyorlashga bo'ladi. Kechki ovqatga grechka qaynatamiz. Mana magazindagi eng arzon, eng oddiy grechka bo'ladi. Buni 300 gram olamiz grechkamizni. Grechkani mana shunaqa qilib yuvib olamiz. Tapga qarab tuz qo'shib, buni qaynashga jo'natamiz. Grechkamiz ham mana qaynadi. Hozir buni eng past olovga qo'yib 2-3 daqiqa yana qaynatib olamiz va grechkamiz yetarlicha qaynadi. Buni tagini o'chirib, dimlab qo'yamiz, ya'ni suvni o'zi tortib ketish uchun. Shunda shirinroq bo'ladi. Garnirimiz tayyor. Buning yoniga tovuq bilan piyoz qovuramiz. Do'stlar, blogerlikni yaqinda boshladim. Videolarni birinchi marta bunaqa video olishim. Qo'ldan kelgancha hayotiy qilib olishga urindim. O'zingiz bir baho berasiz. Bunaqa bo'lganda kamchiliklar, xatolar, takliflar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. Qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Isroil hayoti haqida qanaqadir qiziqishlaringiz bo'lsa, uni ham yozing. Yoki qanaqadir video olish kerakmi, nima qilish kerak bo'lsa takliflar kiritishingiz mumkin. Piyoz to'g'ragan ko'zim achishib ketdi. Ikkinchi skоворodkamizga ozroq o'simlik yog'ini solib, tovuq bilan piyozni qovurib olamiz. Bu yoqda garnirimiz tayyor. Garnirimizni chekkaga olib, piyoz bilan tovuqni qovuramiz. Bizda go'sht tovuq filesi eng foydali go'shtlardan biri. Buni yarmini olamiz. Yarim kilo bo'ladi. Buni yaxshilab qovurib, o'zidan piyozni solamiz. Piyozni solib bo'lib, buni 2-3 daqiqa dimlab qo'yamiz. O'rtacha olovda. Eslashda o'rni kelganda aytib o'tdim, mana shu skоворodkamni ham Polchidesdan olganman. Polchidesni tushunganlar kommentariyada yozib o'ting. Tovuqimiz ham tayyor. Buni olib garnirimiz bilan bemalol aralashtirsak bo'ladi. Garnirimiz mana shunaqa rasipchiti, ya'ni o'zbekchada dona-donacha bo'lib tayyor bo'ldi. Mana shunaqa. Ovqatimiz yoniga salat tayyorlaymiz. Bodring, pomidor, kapusta, ya'ni karam. Karam ustiga ozgina limon qo'shib aralashtirib olamiz. Shunaqa qo'ldan kelgancha videoni bolее realistichniy qilib oldi. O'zingiz ko'rib baho bering. Ovqatlanish turmush tarzi mana shunaqa, iloji boricha foydali, sog'lom ovqatlar yeyishga harakat qilaman. Iloji boricha sog'lom turmush tarziga rioya qilaman. Bizda perekuska apelsin bilan olma, har doimgidek.